Onajonim onama, qoshimda parvonama, duo qilib tinmagan mehribonim onama, baxtimga bo'ling omon, kasal bo'lmang hech qachon, sizni sevaman yomon. Onajonim onama, onam so'zi chiroyli, onam o'zi chiroyli, mehribonim onamning qoshi ko'zi chiroyli. Onamsiz o'tsa bir on, yozim bo'lar qahraton, yaratganim berimkon, onamni saqla omon. Davosiz dard bo'lmayin, gullamasdan so'lmayin, tirik bo'lib o'lmayin, onamni saqla omon. Shahdim mening shiddatim, yerda topgan jannatim, jonimdan ham qimmatim, bu ko'nglim qilmas sarson, onamni saqla omon. Onajon farishtam, men uchun yarim jonin bergan, onajon sarishtam, dard bersa Alloh kulib yengan, onajon gul yuzim, jonidan jon uzib bergan, duogu shirin so'zim, aziz onam, onajonim. Onamsiz bog'imdagi xushbo'y ochgan gulimsiz, bu umrimni yoritgan jannatim oh nurimsiz. To'kmasin yosh ko'zingiz, boldan shirin so'zingiz, men uchun duo so'rab ibodatda jismingiz. Onajon farishtam, men uchun yarim jonin bergan, onajon sarishtam, dard bersa Alloh kulib yengan, onajon gul yuzim, jonidan jon uzib bergan, duogu shirin so'zim, aziz onam. Assalomu alaykum xonadon egalari, aziz mehmonjonlar, qo'shnilar. Bugun mana ajoyib shodiyona kun, O'g'ilxon onamizning tavallud topgan kunlari ekan, shodiyona xursandchilik kunlari ekan. Har bugun 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami ekan. Fursatdan foydalanib, onajonimizga chiroyli uzoq umrlarni tilagan holda nazarimiz markaziga yonalar bilan birgalikda taklif qilamiz. Onalarimizning umriga olsin, hamisha sog' bo'lsinlar. Qani shami taronalar bilan onajonimizni nazarimiz markaziga taklif qilamiz. Assalomu alaykum.
Kim yo'qolab shekilli qarab qo'yamiz. Onajon, assalomu alaykum. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha hamon mikrofon beringlar. Assalomu alaykum yana bir bor O'g'layxon onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha farzandlarning baxtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungidek har bir kuningiz, har bir daqiqangiz mana shunaqa xursandchilik kunlarga boy bo'lsin. Doimo farzandlaringiz bilan mana shunday to'rlarni to'ldirib duolar qilib yurish Allohim nasib etsin va birgalikda dugonalaringiz bilan uzoq umrlar ko'rib shunaqa yaxshilik kunlarda didorlashib bering. Inshaalloh umringiz uzoq bo'lsin, shirin hayollar surib. Avval ona mehriga to'ying, dunyo ishini bir chetga surib, onangizni bir yo'qlab qo'ying, otangizni bir yo'qlab qo'ying. Mikrofonimiz yetadimi? Mikrofonimiz yetsa onajonimizga berar savolimiz bor edi. Onajon, yaqinroq keling yonimga. Onajonim, mana shu kutilmagan surpriz, sovg'alar kimdan deb o'ylaysiz? Keling, ota-ona. O'zi ikki dona bolam bor, shu ikki odam bo'lsa kerak. Aslan Umidaxondan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Inshaalloh yuragi sezib qopti. Albatta Umidaxon yana bir farzandingiz birgalikda chiroyli maslahatlashib sizni xursand qilish uchun xonadoningizga bizni taklif qildi. Onajon, hamisha umringiz uzoq bo'lsin. Shu Umidaxonning baxtiga. Ikkinchi farzandingiz ismi nima? Erkinjon. Biz bilishga ham ulgurmasdan siz lip-lip chiqib oldingiz-da. O'zi surpriz boshqacha bo'lardi degandik. Katta eshikda olib o'tiradi desak shoshilib ketdingiz-da. Bu surprizni kutganmidingiz o'zi? Yo'q, kutmadim. Ertadan beri chiqishyapti. Bizni ko'rib kerak buzdingiz, nimani ssenariyni buzdingiz dedikina. Shular bilan kirmala qolay dedingiz-da. Nega voqea ketyapsizlar deb mayaqqa kelinglar desam, bular boshqa yoqqanmikin deb o'ylanib turuvdingiz. Lekin kirish chiqishidan nima qilishyapti bular deb o'yladingiz. nima qilishyapti, ovqat qilyapmiz deydi, u qilyapmiz deydi. Ilohim hamisha shunaqa kutilmagan surprizlarga boy bo'lsin. Har bir o'tgan kuningiz onajonim, ana endi bitta chiroyli bismillah deb duo qilib berasiz onajon. Shu bolalarimni umrini uzun qilsin, tanijonlarimni sog' qilsin, qo'shganlarimni qo'sha qilsin Allohim. Bolalariga bosh bo'lsin. Shu bolalarini nevarali, chevarali bo'lib to'rilarga chiqib yurishlikka Alloh o'zi nasibi ro'za aylasin. Allohim, meni ham shu bolalarimni baxt taxtini ko'rishlikka, to'rilarga chiqib duogo'y bo'lib yurishlikka Allohim o'zi nasibi ro'za aylasin. Allohim mendan qaytmasa, Allohdan qaytsin shu bolalarimga. Allohning panohiga topshirdim, o'zi saqlab doimiy yo'lda chiqadi. Allah panohida saqlasin. Doim bolalarga bosh bo'lsin, topganlarga Allohim barokatlar bersin, halol pok rizqlardan g'oyib hoziridan bersin, shu bolalarimni baxt taxtini bersin, o'zlaridan ko'payib ungan o'sganlar qatorida bo'lsin. Shu meni hurmat qilib shuncha o'rtoqlarim ketdi, Allohim bularga ham ajr savoblarga boy qilsin Allohim. Xush kelibsizlar, men sizlarni hech kutmadim. Shunaqa g'alati bo'ldim hozir. Rahmat hammalarga, tanjoninglar sog' bo'lsin. Hammalar bog'larni baxt taxtini ko'rishlikka Alloh o'zi nasibi ro'za aylasin. Sizlar ham xush kelibsizlar qizim. Tanjoningiz sog' bo'lib, shu yigitlar ham hammalari tinch, omon, sog'lik, salomatlikda yaxshi kunlarda ko'rishlikka Allohim hammalarimizni qatorimizda xato qilmay yurishlikka Alloh o'zi nasibi ro'za aylasin. Rahmat kelganinglar uchun. Onajon, rahmat sizga. Mana shu yerda bitta boshlovchi opamiz bor, bizning hamkasbimiz. Farzandlaringiz nomidan chiroyli she'rlarni ijro etib bermoqchi. Opajon, she'rda tura olasizmi? Assalomu alaykum. Betakor Allohning sohibalari, baxtkash onasining aziz mehmonlari, bugun tabarruk koshonangizga mehribon farzandlaringiz Erkinjon va Umidaxonlar, nevaralaringiz Sarvinoz, Odinaxonlar nomidan sizni muborakbod etish uchun tashrif buyurdik onajon. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Allohim sermazmun, barokatli umrlar bersin. Sizga farzandlaringiz nomidan sog'inchli tilxatlarimiz bor. Hamisha farzandlarning to'rida, ardog'ida bo'ling onajon. Onajon, mayin shamolimsiz, taftli quyoshim. Ko'kda hilolimsiz, dilda bardoshim. Dardu quvonchimda umr maloshim. Men sizni hammadan yaxshi ko'raman. Savdosin surati sochingiz oqib, sinovin muhrimi qalbingiz dog'i, ko'zingiz quvonchi, siyratim bog'i. Men sizni hammadan yaxshi ko'raman. Dardimni so'ramay ko'zdan bilganim, bitta harf nim ohang so'zlab bilganim, umrimni
so'rab ming duo qilganim, men sizni hammadan yaxshi ko'raman. Ishq nima? Ishq o'zi tun sahrosida, do'st bittasiz asli kun yaldosida, falaksiz ko'nglimning nur samosida, men sizni hammadan yaxshi ko'raman. Mehringiz ta'rifi she'rlarim shohi, hislarimga dodir so'z izlab gohi, hayotim mazmuni qalbimning bohi, men sizni hammadan yaxshi ko'raman. Aytaman har kuni, har lahza, har on, tiriklik faslida to'yki bor imkon, farzandlar baxtiga bo'ling sog' omon, men sizni hammadan yaxshi ko'raman. Onajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Ilohim, aytganingiz bo'lsin, chiroyli she'rlar uchun rahmatlar aytamiz. Opajon, hamisha sizni ham umringiz uzoq bo'lsin. Demak, onajonim, mana shu hozir davramiz to'rida yaqinlari bormi tabrik yo'llab qo'yadigan? Umidaxon boshlab berasiz. Keling assalom. O'zi Umidaxon bizni ancha oldin zakaz qilib qo'ygan. Qancha tug'ilgan kunlarimizni atkaz qilib qo'ygan. 8-mart onajonim bayrami, tug'ilgan kunlari, chiroyli kelib tabriklar beringlar deb bizga zakotlarni ham oldindan tashlab qo'ygan. Mana shu Umidaxon bo'ladi. Qani keling assalom. Onajonimizga chiroyli tabriklar yo'llaymiz. Ana undan keyin opajonlarimizni chiroyli tabriklarni olamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor hayam xizmat qilib kelganinglar uchun hammalarga rahmat. Aya baxtimizga doim sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni rosa yaxshi ko'ramiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat ilohim, mana shu yig'lab opamiz ham bitta tabrigini eshitaylik. Shu kirib kelgandan beri ko'zidan yosh oqadi tinimsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, xush kelibsizlar hammalar. Opam hurmat qilib kelganinglarga rahmat. Doim bunaqa yoshlardan ko'pini ko'rsin. Allohim nima niyatlar bo'lsa niyating yetsin, qo'llariga bosh bo'lsin, topganlar faqat yaxshilikka, to'ylarga nasib qilsin, Xudo xolasa. Rahmat aytganingiz bo'lsin. Siz ham tabrik yo'llab qo'yasizmi? Shunaqa yoshlardan ko'p kelib qolsin, bolalariga bosh bo'lsin, bolalarni rohatini ko'rsin. Kelganlarga ham xush kelibsizlar, tanjoninglar sog' bo'lsin, sizlarga ham Alloh shunaqa kunlarga yetkazsin. Rahmat aytganingiz bo'lsin. Hozir og'iz ochar payti bo'lib qolyapti. Opajonimizni shu tabrigini olamiz. Ana undan keyin bemalol og'izni ochib olgandan keyin yana davom etamiz xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli opajonlar, singiljonlar, dugonajonlar. Hammalar tinchmisizlar, sog' omonlikda, bag'ri bittilikda. Mana shu bayram kunlariga, ro'za Ramazon oylariga yetkazgan Allohga hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat, durudlar bo'lsin. Allohim hammamiz ham tinch bo'lib, bolalarimizga bosh bo'lib yurishga Alloh ro'za nasib aylasin. Allohim o'g'ilxonam yuzlarga kirsin. Yuzlarga kirsa ham mana shunday chiroylarini hech qachon yo'qotmasin. Bolalarini orzu havasini to'rilarda rohatlanib ko'rib yursin. Allohim o'rtag'im tinch bo'ling, doim qatorimizdan xato bo'lmaylik. Mana shu farzandlari ham hammalariga ham Allohim xayrli umrlarni bersin. Allohim topganlarini faqat yaxshilik yo'llariga, yaxshi amallarni bajarishni sarflasinlar. Har doim sizni atrofingizda parvona, siz ularni e'zozda bo'lishga Alloh ro'za nasib aylasin. Yanagi yil, yanagi oy, yanagi shu ro'za Ramazonlarga hammalarimiz ham xatolarımızdan xato bo'lmasdan, o'tirgan o'rnlarimiz yo'qolmasdan, bir-birimiz bilan shunaqa chiroyli davralarda didorlashib yurilishga Alloh ro'za nasib aylasin. Nima niyatda qilgan bo'lsanglar, Allohim niyati maqsudi talabinglarni bersin. Har doim onalarni e'zozlasanglar, Alloh sizlarni e'zozlaydi. Tinch bo'lib, uylarda hamisha tinchlik, xotirjamlik, fayz-barokatini berib, fayz-barokat bergandan keyin Allohim sizlarni maqsadlariga yetkazib qo'ysin. Tinch bo'linglar. Aytganingiz bo'lsa, hozir esa bitta qo'shiqni aytamiz. Yaxshi kayfiyat bilan chiroyli o'yin qilib, keyin ichkariga kiramiz. Maylimi? Hali javohir qo'shiqlari onajonimiz uchun moslangan chiroyli qo'shiqlar.
Ana endi mehmonjonlarga xush kelibsizlar deb uyga taklif qilib berasiz endi o'zingiz a? Dugonalaringizni qani? Charchadim. Charchamaydicha. O'rtalari endi mana Ro'za Ramazon kunga to'g'ri kelibdi. Tug'ilgan kunlarimiz endi shu bahona uyga kirib endi bir piyoladan shular choy qilib qo'ygan. Shularni ichamiz endi. Osh bitganiga rozi bo'lasizlar. Menga aytishmabdi omaki. Xafa bo'lmaysizlar. Boshqa Yaxshi kutib olmadim. Kutib olish shunaqa bo'ladi, o'g'illarni kutib olish shunaqa bo'ladi. Ana endi chiroyli, noz ne'matlar bilan tuzatilgan dasturxonga taklif qilamiz sizlarni. Allohim tutgan ro'zalarimizni barchasini qabul qilsin. Hamisha yaxshi kunlar diydorlashish nasib bo'lsin. Og'izni ochmagandan keyin qolgan yana mayda farzandlar, aka-ukalar, tog'alar tashrif buyurgan duolarini tabriklarini olamiz. Qani boshlaydilar. Namoz o'qiyapti. Qani qo'ygan Qadam yerda balo yetmiyor. Yurtimiz tinch, xonadonimiz obod bo'lsin. Allohim bu dunyoda ham oxiratda ham ma'lumotlarimizni obod aylasin. Qatorimizda xato bo'lmasin. Ilohim kimlik ketmasdan ilohim dasturxonimizga xayr va baraka, qo'limizga ketmasdan yurtga tinchlik, xotirjamlik ato etsin. Shunday to'kin so'zin dasturxon yozgan xonadonning umrlari ziyoda, martabalari baland bo'lsin. Ro'zg'origa baraka kelib Alloh rahmat yer ichgan, to'kilgan, sochilganlardan hosil bo'lgan savoblar shu manzil makonlardan o'tganlarning ruhlariga baxshida etdik. Allohim xotirgan onalarimizni yo'qotmasin. Yoshlarga inson, keksalarga nuriy iymon bersin. Mo'min Alloh bergan farzandlar ahli soliha rizq nasiblari bo'lsin. Tug'ilgan kunlari, Ramazon oylariga, yana yillarga Allohim yetkazgani nasib qilsin. Hamisha hamma bolasi rohatini ko'rsin. Tinchlik, omonlikni ko'rishaylik. Avvalo xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Mana shunchalik hurmatli kelibsizlar. Kelganingizga rahmat. Mana bugun o'tirishimiz sababchi bo'lgan O'g'ilxon opamizni mana tavallud kunlari ekan. Allohim qancha umr bergan bo'lsa, shu umrini oxirigacha yaxshi yashashini Allohim o'zi nasib ro'za aylasin. Shu farzandlarini, nevara-chevaralarini ro'yxatlarini ko'rib uzoq vaqt davomida shu xursandchilik kunlarda yurishni Allohim o'zi nasib ro'za aylasin. Biz ham shu taom gaplarga qo'shilamiz. Ayam bo'libmi bizga bosh bo'lib uzoqliklar uzoqni ko'rib yursin. Rahmat ilohim aytgansiz, bu akamiz kim kepkalarni to'ldirib olgan? Videochilikni to'ldirib olgan. Sherzod aka. Sherzod aka keling. Tog'a ketish yo'q, tog'a ketish yo'q. O'g'il opa, baxtimizga sog' bo'ling, uzoq umr ko'ring. Hamisha duogo'yimiz bo'lib yurish nasib qilsin. Umringiz uzun bo'lsin. Shu yerda bitta qovur akamiz bor, Afisat akamiz bor, Afisat. Yodimga narsalar topshirib, qarata chiroyli tabriklab qo'yamiz endi. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Ushbu xonadonga xush kelibsizlar. Bugun mana xolamiz, o'g'il xolami tavallud topgan kun ekan. Alloh qancha umr bergan bo'lsa, o'zi fayzli, barokatli, manfaatli qilib o'tkazishini nasib aylasin. Bolalarning baxtiga tinch bo'lsin, qolaversa bizning baxtimizga ham tinch bo'lsin. Bu farzandlari ko'zlarini quvonchi, zurriyotlarining davomchisi bo'lib, yurishni ro'za nasib aylasin. Bunaqa yoshlardan ko'pini ko'ring. Allohim o'zingizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Daldalarni turda
tomon deymiz. Voy, Umidaxonda? Sizni qizingizmi? Men bu yerda kelini debman. Onajonimizni Do'jon tabriklab qo'yamiz. Bo'lmasa, chevar ekanda bu yo'q, ha? Ayasida mana shu yomon o'rganibdi-da ayasiga hech kimga unamaydi. Buvajonim meni ikkinchi onam. O'zi katta qildi yoshligimda. Men buvajonim juda yaxshi ko'raman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizni, rohatimizni ko'rib yursin doim. Baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Ilohim umri uzoq bo'lsin, barchalar. Shu qizni ham tabrikini olib qo'yamiz endi. Keling. Ismi? Meraman. Ha, Gulnozaxonmi? Assalomu alaykum. Shu xonadonga xush kelibsizlar. Meni o'g'il opa anaqa eng yaqin opam desam ham bo'laveradi. Sirdoshim, dardoshim, doim nima desam to'g'ri maslahat bergan menga. Umr uzoq bo'lsin, yuzga kirsin. Biz g'alati bo'lib qolamiz, o'g'il bo'lmasa-chi, hech og'riq bo'lsa ham hali uni bilinadi-da. Doim sog' salomat bo'lib, shunaqa ko'p tug'ilgan kunlarini mana shunaqa nishonlaylik. Umid opa, sizga ham rahmat katta. Sizga ham rahmat chiroyli tilaklar uchun. Qani qizlarimiz birgalikda tabrik yo'llaydigan bormi Umidaxon? Bo'lmasa qator-qator qo'shiqlarimizni ijro etamiz. Oilaviy mazza qilib o'ynab olasizlar. So'rab ko'ring. Alloh sizlarni yo'qlasin. Allohim tanajoninglar sog' bo'lsin. Ishinglar ilgari bo'lsin, yuzinglar yorug' bo'lsin. Allohim o'tganingizga Alloh doim barokatlar bersin. Halol pok rizqlardan, g'oyib hozirdan bersin. Bolalarni umrini uzun, rizqini uzun qilsin, tanajonlarini sog' qilsin. Shu bolalarda rohatini ko'rishlikka Alloh o'zi nasibini o'zi aylasin. Shu bugungi ehsonimizni tashkilotchilari bo'lgan farzandlarim Umidaxon va Erkinjon, qolog'ursa kelinlarim, Sarnoson nevaralarim, hammalarining tanajonlari sog' bo'lsin, umri uzun, rizqi ulug' bo'lsin, tanajonlarini sog' qilsin Allohim. Qo'shganlarim ham qo'sha qaritsin, bolalarning rohatini ko'rsin. Kelajakda shu farzandlari iymonli, insofli, diyonatli, yurtda elda so'raydigan farzandlardan qilsin. Xayr ehson qiluvchi saxiy boylardan qilsin Allohim. Shularning rohatini ko'rishlikka hammalarimiz Allohim nasibini o'zi aylasin. Yana keyingi shu oylarga ham hammamiz qatorimizdan xato bo'lmasdan bola-chaqa qarindosh urug' mahalla ko'ylar bilan hammalarimiz birgalikda ozaymasdan ko'payib yurishlikka Alloh o'zi nasibini o'zi aylasin. Hammalarimiz tanajonlarimiz sog' qilib shu bolalarning rohatini ko'rishlikka Alloh o'zi nasibini o'zi aylasin. Kelganlaringlar uchun rahmat aytganingiz bo'lsa, yaqinlar, nevaralar, chevaralar birgalikda chiroyli rasmga tushib olinglar. Qani? Kelinglar. Kelinglar.